Salom qizlar, bugun yangi olgan narsalarimni yuvib qilib, xo'jayinim bilan uchrashuvga tayyorlanamiz. Shunaqa ko'ylak oluvdim. Kletkali moda bo'ldi. Keyin tufli, sumkaga mos. Ikkita qizimni ham oyimkiga tashlab qochdim. Bir xotin eski xotiralarni eslab dildan suhbat quraylik deb uchrashuvga chiqdik. Sizlar qanaqa qaraysizlar shu narsaga? To'g'ri, ko'planish sharoiti bo'lmasligi mumkin, lekin bir oyda bir marta vaqt topsa bo'ladi. Biz ayollar tabiatdan shunaqamiz. Bizga mehr, e'tibor kerak. Aynan aylanish uchun ko'p pul bo'lishi shart emas. Agar eringlarning esiga kelmasa, sizlar majburlab eslatib olib chiqinglar. Uydagi hamma ishlaringiz, bolalaringiz o'z o'rniga, lekin xotiralar, yaxshi xotiralar bu miyangizda qoladi. Butun umr. Ishoning, xo'jayiningiz bilan yolg'iz aylanishga chiqing. Sizni miyalaringiz dam oladi, bundan energiya olasiz. Svejiy bo'lib uyga xuddi magniy oltin bir pachkasini ichib olgandek qaytasiz, xotirjam bo'lib.